Chiroyliga qarsaklar. Azizlar, qadrdonlar. Men mamnuniyat mana shu davramizga yana bir ajoyib san'atkor. Qolaversa Turkiston o'g'loni. O'zini dilrabo qo'shiqlari bilan siz u bizni qalbimizdan o'rin olmoqchi bo'lgan ajoyib insonni Ahliddin Aziz Xajayevni chiroyli qarsaklar ostida davramizga taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz onalar, bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat. Primera qo'shiqlarim faqat sizlar uchun. Buncha ko'p ranjitdilar en sevgan insonlarim, buncha ko'p aldadilar jon degan janonlarim, ketdilar yuzga solib aybimu nuqsonlarim, bor umidi sondirib qo'ydi odamlar. Bilmasaydim dard berar dardimning dermanları, kun kelar pişman bo'lar nafsining qurbonlari, dunyo taxtidan qolar shohlari sultonlari, meni bu dunyoda sovutib qo'ydi odamlar. Sovutib qo'ydi odamlar. Shunday ekan, kimnidir bir shod etib, kimga dard bergan ekan, meni bu qalbimga darmondir faqat yaratgan. Darmondir faqat yaratgan. Bilsam ishqning ko'p ekan, men kabi sarsanlari, har oshiq qalb bir ekan, aytilar yolg'onlari. Qildi-ku sevmaydigan sevgining hijronlari, ayriliqqa